Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Ikkinchi darsimizda endi o'lchovli funksiyalar haqida tushuncha beramiz. O'lchovli funksiya aniqlash zarurati bu Lebesgue integralini aniqlash zaruratidan kelib chiqqan. Avval qisqacha buni integral tushunchasini ko'rib chiqamiz. Riemann integrali qanday aniqlanadi? Riemann integralini aniqlash uchun mana A bu oraliqda berilgan funksiyani ko'rib chiqamiz. A bu oraliq bu yerda n ta qismga bo'lib chiqiladi mana. x1, x2, x3 va hokazo. A sifatida x0 ni olamiz, B sifatida xn nuqtani olamiz. Va har bitta oraliqdan mos ravishda nuqta tanlab, har bitta oraliqdan bu yoqdan x1 nuqta tanlaymiz, ixtiyor nuqta tanlaymiz. Bu yoqdan x2 nuqtani tanlaymiz. Va hokazo bu yoqdan xn degan nuqtani tanlaymiz. Bunga mos funksiya qiymatlarini qaraymiz mana. Bu yoqda f(x1) bor. Bu yoqda f(x2). Bu yoqda f(n) bor. Mana bu funksiyaning qiymati. Mana buni uzunligi funksiyaning qiymatini ko'paytirib, mana bu yuzani hosil qilishimiz mumkin. Va hokazo bu yoqda buni hosil qilamiz. Bu yoqda buni hosil qilamiz. Va hokazo. Oxirida esa mana bunaqa yuza hosil bo'ladi. Riemann integralni aniqlash uchun mana bu hosil bo'lgan yuzalarni yig'ib chiqamiz. Avval mana demak har bitta oraliq uzunligini men delta x orqali birlashtirib kiritaman. Balandlik esa bizga mana bu f(x2) mana bu qiymat musbat funksiya uchun to'g'ri to'rtburchaklarning balandligi bo'lib qoladi. Har bitta to'g'ri to'rtburchak yuzasi quyidagi teng bo'ladi. f(x2) bu balandlik ko'paygan delta x ga. Bu asos bilan yig'ib chiqamiz. Va mana shu ifodani eng katta bo'lakcha uzunligini lambda bilan birlashtirib kiritamiz. Eng katta bo'lakcha uzunligi 0 ga intilgandagi limitiga biz Riemann integrali deb aytamiz, agar bu limit mavjud bo'lsa. Mana ko'rishimiz mumkinki, Riemann integrali bu ox o'qidagi a bu oraliqni bo'laklarga bo'lishdan hosil bo'lgan edi. Endi Lebesgue integralini ko'rib chiqamiz. Endi mana bu Lebesgue integralida qanaqa holat bo'ladi, biz sizlar bilan uni ko'rib chiqamiz. Endi faraz qilamiz, mana bu f funksiyamiz qandaydir yer to'plamida aniqlangan bo'lsin. F funksiyamiz yer to'plamida aniqlangan bo'lsin va hozircha bu funksiyaga shart qo'yamiz, bu chegaralangan funksiya bo'lsin. Ya'ni m kichik yoki teng f(x) kichik yoki teng bu katta m dan bo'lsin. Ya'ni bu yoqda mana bu sifatlar kichkina m ni olishimiz mumkin. Mana bu yoqdan yuqoridan katta m degan son bilan chegaralangan bo'lsin. Hop, endi boya ko'rganimizda Riemann integralida ox o'qida bo'lishgandek. Endi xuddi shu ishda biz oy o'qida ham chiqishimiz mumkin. Oy o'qida mana bu qiymatlarni demak n ta qismga bo'lib chiqamiz. Ya'ni bu yoqdan n ta qiymat olamiz. M kichik yoki 21 qiymatdan bo'lsin. M ni o'zi 0 bo'ladi. Bu 2 qiymatdan kichik bo'lsin. Va hokazo. Bu 2 m nisbatan kichik, mana bu m dan kichik bo'lsin. Endi bu yerda qat'iy tenglik olganimiz ma'qul bu yerda. Mana qanday bo'lib chiqdi? Mana bu m. Mana bu katta m. Qo'ydagicha bo'lish qiladik. Mana bu y1, mana bu y2, y3, y4 va hokazo. Mana bu yn-1. Endi biz qo'ydagicha g'oya qilamiz Riemann integralini aniqlash uchun. Mana bu nuqtalar qiymatga, mana bu shaklni yuzasini ko'paytiramiz. Mana bu qiymatga mana buni yuzasi ko'paytirishimiz kerak. Bu qaysi to'plam bo'lasizlar? Mana bu to'plam, mana bu to'plam bizga mana bu intervalni yirik k -1 dan yirik k gacha bo'lgan intervalni proobrazı bo'ladi. Lebesgue integralini aniqlaganda biz quyidagi yig'inlar qarashimiz mumkin bo'ladi.
summa k teng 1 dan n'gacha y ga ko'paygan f minus 1 mana bu to'plamni proobrazı. Y k minus 1 ko'paygan y k. Hop. Mana shu to'plamni qaradik. Endi bu yerda bitta muammo bor. Muammo quyidagicha. Mana bu buni o'zini emas tuzatish qilamiz. Buni o'lchovini qaraymiz. Limit o'lchovini qaraymiz. Endi bitta muammo bor. Mana bu to'plam bizdagi o'lchovli bo'ladimi degan masala bor. Bu har doim o'lchovli bo'lmasligi mumkin. Mana shu joyda f funksiyaga qo'shimcha shart qo'shishga to'g'ri keladi. Chunki mana bu funksiya, mana bu proobrazda, mana interval proobrazda mana bu joyda har doim bu bizga o'lchovli funksiyani aniqlay bermaydi. Nasida biz mana bu quyidagicha chizmani hosil qilgan bo'lamiz. Endi masala shu yerda, masalan, demak, mana bu to'plam o'lchovli to'plam bo'ladimi degan masala kelib qoldi. Mana bu to'plam o'lchovlimi? Boshqa qilib aytganda, biz quyidagi to'plam qilishimiz mumkin, ya'ni shunday x tegishli y'larki, mana y k keldi shuni biz a bilan almashtiramiz, mana bu esa t bilan almashtiramiz. Ya'ni quyidagi to'plam qilishimiz mumkin. A kichikning fx kichikning b. Mana shu to'plam bizga mana bu to'plam beradi. F minus 1 a dan b gacha. Endi mana shu to'plam o'lchovli bo'ladimi degan masalaga kelib qolamiz. Endi bu funksiyaga demak biz qo'shimcha shart qo'shishga majbur bo'lar ekanmiz. O'sha biz funksiyaga qo'shishimiz kerak bo'lgan shart bu o'lchovli funksiya bo'lsin degan shartga keladi. Endi sizlar bilan o'lchovli funksiyaga ta'rif beramiz. F funksiya y o'lchovli to'plamda bilgan bo'lsin. Bu yerda qarayotgan to'plamimiz y, bu yerda o'lchovli to'plam. O'lchovli funksiyaga quyidagicha ta'rif beramiz. Agar ixtiyoriy a b mutassollar uchun mutasson bo'lishi shart emas, a b haqiqiy sonlar uchun bitta shart qo'yamiz, a b dan kichik bo'lsin. Ixtiyoriy a b mutassollar uchun quyidagi to'plamni qaraymiz. Shunday x y dan olingan nuqtalarki, a kichik bo'lsin fx dan, b kichik bo'lsin b dan. Agar mana shu to'plam o'lchovli bo'lsa, bu to'plam o'lchovli bo'lsa, u holda biz bunday f funksiyaga o'lchovli funksiya deb aytamiz. O'lchovli funksiya shuni ta'rif etdik, lekin bunga tegishli quyidagi ta'riflarni berishimiz mumkin. Biz buni teorema shaklida hozir berib o'tamiz. Ta'rif. F o'lchovli funksiya bo'lsa, mana f endi y to'plamida bilgan funksiya bo'lsin. U holda quyidagi tasdiqlar tegishli, ya'ni bitta tasdiqni ta'rif qilib olsak, qolganlari teorema qilib isbotlash mumkin bo'ladi. Birinchi tasdiqimiz f funksiyamiz bu o'lchovli bo'lsin. Bu o'lchovli. O'lchovli nima degani? Ixtiyoriy a va b to'plamlari uchun mana bu to'plam, ya'ni a dan kichik fx kichik b bu o'lchovli. Bu birinchi tasdiqimiz. Ikkinchi tasdiqimiz ixtiyoriy s haqiqiy son uchun quyidagi to'plam mana shunday x tegishli y'larki fx kichik s degan to'plam qaraymiz. Mana bu to'plam o'lchovli bo'lsin. Ko'p kitoblarda mana shu b ta'rifni b demak xoslarni ta'rif sifatida berishadi. Ko'p kitoblarda shuni ta'rif qilib berishadi, lekin buni agar ta'rif qilib olsak, a xossa teorema bu isbotlanadi yoki aksincha. A ni ta'rif qilsak, b teorema bu isbotlanadi. S qismini qaraymiz. Mana hozir biz fx kichik s bilan berdik. Xuddi shunday buni fx katta s bilan ham berishimiz mumkin. Ya'ni ixtiyoriy s tegishli r uchun mana bu to'plam shunday x tegishli y'larki fx katta s. Mana bu to'plam o'lchovli.
Uzoq sifatda aytib o'tish mumkin. Buni kichik s bilan emas, nafaqat kichik s yoki kichikning s bilan ham berish mumkin. Bu yoqda esa kattalikning s bilan ham tartib berish mumkin. Ya'ni endi bu tarif emas, endi bu teorema bizga. Uchta tasdiq yozdim. A, B, S. Teorema shart qo'yaylikcha. Bu uchta tasdiq A tasdig'imiz, B tasdig'imiz va S tasdig'imiz. Bu uchta tasdiq teng kuchli tasdiqlardir. Ya'ni nima? Agar f o'lchovli bo'lsa, mana to'plam o'lchovli chiqadi. Bu agar o'lchovli bo'lsa, mana ixtiyoriy s uchun o'lchovli bo'lsa, u holda f funksiyasi o'lchovli chiqadi. Ixtiyoriy tasdiqni tars sifatda qabul qilsak, qolganlari teorema sifatida isbotlanadi. Demak, bu uchta tasdiq teng kuchli ekan. Masalan, ishlashda yo A dan yoki B dan foydalanish mumkin. Endi bu yoqda ikkita o'zgarmas son bor. Shuning uchun qulaylik uchun biz keyinchalik funksiyani o'lchovli ekanligini isbotlashda bir tasdiqdan foydalanamiz. Ya'ni o'lchovli funksiya sifatida mana bu ta'rif olamiz. Ixtiyoriy haqiqiy son uchun mana bu quyidagi to'plam, ya'ni fx dan kichik bo'ladigan x lar to'plami o'lchovli bo'lsin. Mana shu tasdiqni bundan keyin biz ta'rif sifatida qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. O'lchovli funksiyaga bir nechta misol ko'ramiz. Mana birinchi misol, quyidagi funksiyani qaraymiz. fx bu teng bo'lsin y darajasi x to'plamini qaraymiz. Mana shu to'plam o'lchovli ekanligini isbotlaymiz. Nima uchun o'lchovli? Bu uchun nima isbot qilishimiz kerak? Bu uchun ixtiyoriy s haqiqiy son uchun quyidagi to'plamni mana fx kichik s bo'ladigan to'plamni o'lchovli ekanligini isbotlaymiz. Bu qaysi to'plam bo'ladi? Bu y darajasi x s dan kichik bo'ladigan nuqtalar to'plamini topishimiz kerak. Bu degani y darajasi x kichik s degan tenglikka yetishimiz kerak degani. Y darajasi x bilamizki, bu har doim musot funksiya bo'ladi. Musot funksiya bo'lgani uchun s noldan kichik qiymat qabul qilmaydi. Agar s noldan kichik teng bo'lib qolsa, bu har doim musot bo'lgani uchun bu nuqta x lar mavjud emas. Ya'ni bu holatda biz bo'sh to'plam hosil qilamiz. Agar s musot bo'lsa, bu tenglik ikkala tomonni logaritmlash orqali agar s musot bo'lgan holatda qarasak, ikkala tomonni logaritmlash orqali x kichik ln s mana bunday tenglikni hosil qilamiz. Demak, quyidagi to'plamlar chiqar ekan, mana bo'sh to'plam chiqar ekan. Agar s noldan kichik teng bo'lsa, minus cheklikdan ln s gacha qiymatlar chiqadi. Agar s noldan katta bo'lsa, bo'sh to'plam har doim o'lchovli, chunki uni dilbek o'lchovi 0. Minus cheklikdan ln s gacha bo'lgan to'plam ochiq to'plam. Ochiq to'plam har doim o'lchovli bo'ladi. Bu narsani aytib qo'yishimiz kerak. Mana ochiq va yopiq to'plamlar bularning barchasi o'lchovli to'plamlarning qismi hisoblanadi. Har qanday ochiq va yopiq to'plam bu ilmiy ma'nosida o'lchovli to'plamlardir. Demak, mana bu fx funksiya ixtiyoriy demak, noldan kichik teng bo'lganda ham o'lchovli va noldan katta bo'lganda ham o'lchovli. Shuning uchun bizlarni bergan mana bu funksiyamiz o'lchovli funksiya bo'lar ekan. Endi keyingi misolga o'tamiz. Ikkinchi misol. Ikkinchi misolda yana quyidagi funksiyani ko'ramiz. fx teng bo'lsa 1 tarsin x ga. Mana shu funksiya y teng -1 to'plamda o'lchovli ekanligini ko'rishimiz kerak. Mana shuni ko'ramiz. Endi bu funksiyani grafini chizadigan bo'lsak, bizga quyidagicha grafik hosil bo'ladi. Mana bu demak bizga faqat -1 holatdagi qismi qiziq. Mana bu -1 bo'lsin. Mana bu 1 bo'lsin. Grafikni tasvirlaydigan bo'lsak, mana quyidagicha y hosil bo'ladi. Uzr, to'g'rilash qilaman. Mana quyidagicha y hosil bo'ladi.
E'tibor bersak, bu funksiyamiz -1dan 1gacha oraliqdagi qiymatlarni qabul qilmaydi. Mana. Shuning uchun bu narsani keyinchalik biz hozir hisob olib ketamiz. Endi quyidagi tenglamani tenglikka qarab chiqamiz. Fx kichik s, ya'ni 1/x kichik s degan tenglikni qarashimiz kerak. Bu tenglikda x tegishli -1 oraliqdagi ichlarni qarashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni quyidagi to'plamni qaraymiz. Shuni x tegishli -1 nuqtalarga 1/x kichik s bo'lsin. Hop, endi bu x ni qaysi oraliqda yotishi ham bog'liq qoladi. X manfiy bo'lganda alohida qarashimiz kerak va musbat bo'lganda alohida qarashimiz kerak bo'ladi. Faraz qilaylik, s mana bu yoqda bo'lsin. S manfiy bo'lsin va s mana bu yoqda joylashgan bo'lsin. Mana bizning s degan qiymatimiz. S manfiy bo'lgan holatda qaraymiz. Va o'sha s qiymatimiz mana bu -1dan kichik bo'lsin deb qaraymiz. Bu holatda tezlikning yechimi quyidagicha ko'rinishda bo'lib qoladi. Hop. -1 mana bu nuqtamiz esa 1/s degan nuqta bo'ladi. Demak, -1dan 1/s gacha ekan, agar s kichik -1 bo'lsa. Hatto -1 ga teng bo'lganda ham bu saqlanib qolaveradi. Agar -1dan mana -1da ham shu shart bajarildi. Agar s ni bu yoqdan olsak ham o'sha to'plam chiqadi mana, chunki bu yoqdagi qiymatlarni qaramaymiz mana, chunki mana bu yoqdagi qiymatlar yo'q. Bu yoqda olsa ham shu qiymat chiqadi, bu yoqda olsa ham shu qiymat chiqadi. Va hokazo mana bu 1gacha qaraganimizda ham mana bu saqlanib qoladi. Xo'p, faqat ehtiyot bo'lishimiz kerak mana bu joyda. Demak, bu yoqda agar s mana bu o'rtada bo'lsa, mana s mana bu o'rtada bo'lsa, bundan kichik nuqta to'plami qaysi bo'ladi? Mana -1dan 0 gacha hamma qiymatni olishimiz mumkin. 0 nuqtalar funksiya aniqlanmagan, shuni ham hisobga olishimiz kerak. Demak, mana bu yoqdan olingan barcha s'lar uchun -1dan 0 gacha qiymatlar to'plami chiqar ekan. Demak, yozamiz mana -1dan 0 gacha bo'lar ekan. Agar s ning qiymatlari -1dan katta bo'lsa, kichik yoki 1 bo'lsa. Endi s 1dan katta bo'lgan holatda ko'ramiz. S 1dan katta holatda mana bu nuqta bizga 1/s ni beradi. 1/s ni beradi. Hop, bu holatda qanaqa javob chiqadi mana? -1dan 0 gacha birlashma. Bu yoqda mana katta, mana bu yoqda esa endi kichik bo'ladi. Birlashma 0 dan 0 kirmaydi, 0 dan 1/s gacha. Mana. Agar s'imiz 1dan katta bo'lsa. Demak, kichik joyini qaraymiz. Mana bu 1/s tuzatish qilishimiz kerak ekan. 1/sdan 1 gacha bo'lar ekan. Mana shu yerda tuzatish qilamiz. 1/sdan 1 gacha. Mana endi qarashimiz mumkin. Mana bu to'plam o'lchovli. Bu ham o'lchovli, bu ham o'lchovli. Seni har qanday qiymatlarda biz o'lchovli to'plamlar hosil qildik. Demak, natijada hosil qilgan har bir to'plam bu o'lchovli. Bu ham o'lchovli, bu ham o'lchovli. Natijada xulosa qilishimiz mumkinki, f funksiyamiz ham o'lchovli bo'lar ekan. Uchinchi misol ko'ramiz. Dirli funksiyasini ko'pchilik bilsa kerak. Dirli funksiyasi ham quyidagicha aniqlangan funksiya. Hop, 1 bo'lsin, ya'ni 0 bo'lsin, agar x ratsional bo'lsa, ba'zan irratsional bo'lsa bo'lib beriladi, ba'zan ratsional bo'lsa bo'lib beriladi.
0 deymiz agar x irratsional bo'lsa, 1 deymiz agar x ratsional son bo'lsa. Mana bu funksiyani biz derivativ funksiyasi deb aytamiz. Bilamizki, har hisobot to'plami ratsional va irratsional sonlardan iborat. Kelishib tushunarli bo'lishi mana 0 emas, buni -1 deb qaraylik, mana buni -1 deb qaraymiz. Mana e'tibor beramiz. Mana bu 0 ratsional son, 1 ratsional, 2 ratsional, -1 ratsional va hokazo. Bu nuqtalar funksiya qiymati 1 bo'ladi. 1 taqsim 2 ratsional mana. Bu yerda ham 1. Mana barcha ratsional bo'lgan nuqtalarda buni qiymati 1 bo'lsin. Mana bunday nuqtalar to'plami chiqadi. Irratsional sonlar ham tekis ko'p. Masalan, pi degan son bor, y degan son bor va hokazo. Bu nuqtalar qiymati mana irratsional nuqtalar qiymati bu -1 bo'ladi. Demak, mana bunday nuqtalar to'plami chiqadi. Ko'rinib turibdiki, bu funksiyamiz uzluksiz emas. Hatto limitga ham ega emas. Hech qaysi nuqtada limiti ham mavjud emas. Endi bizning maqsadimiz mana bu to'plamni qarashimiz kerak. Ixtiyoriy s son uchun mana derivativ funksiyasi shunday x tegishli erlarki, derivativ funksiyasi s dan kichik qabul qiladigan nuqtalar to'plamini ko'ramiz. Agar s mana bu yoqda joylashgan bo'lsa, ya'ni mana bu qiymat endi bizga -1, mana bu qiymat 1. -1 dan kichik bo'lsa, ko'rinib turibdiki, bu bo'sh to'plam bo'ladi. S kichik 1 bo'lsa, mana -1 dan kichik qiymatlar mavjud emas. Bu derivativ funksiyasini bu yoqda bo'sh to'plam hosil qilamiz. Agar s ning qiymati mana bu -1 orasida bo'lsa, mana -1 orasida mana bu s qiymat bo'lishi mumkin. Bu holda biz mana bu yashil nuqtalar to'plamini hisoblaymiz. Ya'ni irratsional sonlar to'plami bo'ladi. Chunki mana bu nuqtada 1 dan kichik, bu bizga irratsional son beradi. Bu nuqtada o'sha s dan kichik, bu ham irratsional son bo'ladi. Va hokazo. Bu ham demak, irratsional son bo'lganda -1 va o'sha joyda s dan kichik bo'lib qoladi. Demak, irratsional sonlar to'plami chiqar ekan, agar s imiz -1 dan katta va 1 dan kichik bo'lsa. Agar s bu yoqdan bo'lsa, mana misol s 1 dan katta bo'lsa, derivativ funksiyamiz 1 dan kattasini har dan kichik. Endi bu yoqda haqiqiy sonlar to'plami chiqadi. Endi buni quyidagicha yozgan bo'ladi. Bo'sh to'plam agar s kichik -1 bo'lsa, buni irratsional sonlar to'plami chiqdi. Buni biz quyidagicha yozishimiz mumkin. Haqiqiy sonlar to'plami minus ratsional sonlar to'plami. Agar -1 dan kichik bo'lsa, kichik 1 bo'lsa, haqiqiy sonlar to'plami chiqadi. Agar s 1 dan katta bo'lsa. E'tibor bo'sh to'plam har doim bo'sh. Haqiqiy sonlar to'plamidan ratsional sonlar to'plamini aytsak, ratsional sonlar to'plamining o'lchovi 0 edi. Shuning uchun mana to'plam o'lchovli bo'lib qoladi. Haqiqiy sonlar to'plami bu har doim o'lchovli. Demak, har qanday sada biz o'lchovli to'plamlar hosil qildik. Demak, mana bu derivativ funksiyasi ham o'lchovli bo'lar ekan. Va 4-chi misolimiz har qanday uzluksiz funksiya, mana har qanday uzluksiz funksiya intervalda qarashimiz mumkin, to'g'risida qarashimiz mumkin, hokazo. Har qanday uzluksiz funksiya interval to'g'risida yoki ochiq intervalda bo'lishi mumkin. Bu funksiya ham o'lchovli bo'ladi. Buni mustaqil isbotlab qo'yishlar mumkin. Ana endi o'lchovli to'plamlarni, o'lchovli funksiyalarning xossalarini ko'rib chiqamiz. Xossalarini ko'raylik. Uchun quyidagi ikkita funksiyani qaraymiz. F va J funksiyalarini qaraymiz. Bular Y to'plamida berilgan, ikkalasi ham o'lchovli funksiyalar bo'lsin. Birinchi xossamiz. Agar f funksiya o'lchovli bo'lsa, demak har bir o'lchovli bo'lsa, bu funksiyalarni f va j funksiyalarining issiqlik kombinatsiyasi ham mana bu ham o'lchovli bo'ladi. O'lchovli funksiyalarning issiqlik kombinatsiyasi yana o'lchovli funksiya bo'ladi. Ikkinchi xossamiz. O'lchovli funksiyalarning ko'paytmasi
Bu yana o'lchovli funksiya bo'ladi. Ikkinchi qilsamiz. Uchinchi qilsamiz. Agar j funksiyamiz 0 dan farqli bo'lsa, u holda f bo'lgan j funksiyamiz ham mana bu ham o'lchovli funksiya bo'ladi. Mana 3 ta muammosini ko'rib chiqdik. Demak, o'lchovli funksiyalarning sig'lik kombinatsiyasi o'lchovli, ko'paytmasi o'lchovli, agar j 0 dan farqli bo'lsa, ularning nisbati ham o'lchovli bo'lar ekan. 4-chi muammosimizni ko'rishdan avval biz o'lchovli funksiyalar ketma-ketligini qaraymiz. f1, f2 va hokazo fn. Mana bu o'lchovli funksiyalar ketma-ketligi bo'lsin. Agar o'lchovli funksiyalar ketma-ketligi y to'plamida qanday f funksiyasiga yaqinlashsa, buni oddiy yaqinlashish qarash yetarli bo'ladi. U holda buni limit funksiyasi f ham o'lchovli bo'ladi. O'lchovli bo'ladi. Bu 4a xossasi deymiz. 4b xossamiz bu o'lchovli funksiyalar bilan qatorini qaraymiz. Agar mana bu qator barcha x tegishli y uchun yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda mana bu qator yig'indisi ham o'lchovli funksiya bo'ladi. 5-chi xossamiz. Agar j funksiyamiz uzluksiz bo'lsa, mana uzluksiz bu o'lchovli funksiyalar sinfidan torroq sinf bo'ladi. U holda mana bu murakkab funksiya mana jf. Mana bu murakkab funksiyamiz ham o'lchovli funksiya bo'ladi. Bir narsani bilishimiz kerak, uzluksiz funksiyalar sinfi bu o'lchovli funksiyalar sinfining ichida yotadi. Masalan, derli funksiyasi o'lchovli, lekin uzluksiz emas. Lekin har qanday uzluksiz funksiya bu o'lchovli funksiya bo'ladi. Va bir tushunchani tushuntiraman mana. Ikkita funksiyani qaraymiz, f va j funksiyalarini qaradik mana. Va quyidagi to'plamni qaraymiz. fx funksiyamiz, shunaqa x nuqtalar to'plamini qaraymizki, y-da olgan x nuqtalar to'plamini qaraymizki, fx funksiyamiz bu to'plamda jx funksiyaga teng bo'lmasin. Mana. Shuni libik o'lchovini qaraymiz. Agar mana shu libik o'lchovi 0 bo'lsa, u holda bu ikkita funksiya bir-biriga y to'plamda deyarli teng deb aytamiz. Ya'ni f funksiya f va j deyarli teng deyiladi. Bir-biriga deyarli teng. Deyarli teng funksiyalar bo'ladi. 6-chi xossamiz quyidagicha mana. Agar f funksiyamiz o'lchovli bo'lsa, va f funksiyamiz j funksiyaga deyarli teng bo'lsa, bu holda j funksiya ham o'lchovli bo'ladi. Hozir deyarli teng funksiya dedik, shunga bir nechta misol ko'rsatmoqchiman. Hozirgina biz deyarli funksiyasini qaradik. Bu quyidagicha funksiya edi mana. 1 edi agar x ratsional bo'lsa, -1 edi agar x irratsional bo'lsa. Va ikkinchi funksiya quyidagi funksiyani qarayman. fx bu aynan -1 ga teng bo'lgan funksiya. Endi mana to'plamni qaraymiz. Tiriklik funksiyasi fx funksiyaga teng bo'lgan nuqta to'plamini qaraymiz. Agar x ratsional son bo'lsa, fx funksiyamiz -1 qiymat qabul qiladi, lekin tiriklik funksiyasi 1 qiymat qabul qiladi. Demak, ratsional sonlarda bu ikkasi teng emas. Lekin x irratsional bo'lsa, tiriklik funksiyasi ham -1 qiymat qabul qiladi, fx funksiya ham -1 qiymat qabul qiladi. Demak, bu ikkasi teng bo'lar ekan. Demak, irratsional sonlarda teng, ratsional sonlarda teng emas. Mana to'plam bizga ratsional sonlar to'plamini berar ekan. Agar buni libik o'lchovini oladigan bo'lsak, tiriklik funksiyasini fx ga teng bo'lmagan nuqtani libik o'lchovini oladigan bo'lsak, bu ratsional sonlarning libik o'lchovi qoladi. Buni esa libik o'lchovi 0.
Demak, Dirichlet funksiyasi -1 degan funksiyaga deyarli teng funksiya bo'lar ekan. Bilamizki, -1 o'lchovli funksiya, demak, Dirichlet funksiyasi ham o'lchovli funksiya bo'lar ekan. Buni ham misol sifatida ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, qatorlarda yaqinlashishni ko'rishimiz mumkin. Sonli qatorlar bo'lishi mumkin. Sonli qatorlar yana har xil funksiya sifatida qarashimiz kerak bo'ladi. Funksiyal qatorlar bo'lishi mumkin. Masalan, quyidagicha qator quramiz. n teng 1 dan cheksizlikkacha sinus nx bo'lgan n kvadrat. Bu keyingi misolimiz. Bu qatorning har bitta hadini qarashimiz mumkinki, mana sinus nx taqsim n kvadrat har bitta hadi 1 taqsim n kvadratdan oshib ketmaydi. Va 1 taqsim n kvadratlarning yig'indisi mana bu yaqinlashuvchi bo'ladi. Buni yig'indisining ham qiymatini bilamiz. Pi kvadrat bo'lgan 6 ga teng. Vishlas teoremasidan ma'lumki, mana bu qatorimiz Vishlas teoremasidan teks yaqinlashuv bo'ladi. Xususan yaqinlashuvchi ham bo'ladi. Teks yaqinlashuvchi bo'lgandan keyin yaqinlashuvchi ham bo'ladi. Demak, bu qatorning yig'indisi qandaydir funksiya hosil bo'ladi. Nashla hosil qilgan funksiyamiz o'lchovli bo'lar ekan. Endi savol mumkin, nima uchun o'lchovli? Chunki sinus x funksiyamiz uzluksiz. Uzluksiz funksiya n kvadratga bo'lsa, yana uzluksiz funksiya hosil bo'ladi. Xususan o'lchovli. O'lchovli funksiyalar qatori hosil bo'ladi. Qator yaqinlashib bo'lgani uchun qator yig'indisi ham bizga o'lchovli funksiyani beradi. O'lchovli funksiyalar mana endi nima uchun kerakligini tushundik. O'lchovli funksiyalar biza yuqorida integral aniqlash uchun quyidagicha qator yig'indi hosil qilgan edik. Summa k teng 1 dan n gacha y ga f minus 1 y k minus 1 dan y k gacha. Agar f o'lchovli funksiya bo'lsa, mana bu narsa yaxshi aniqlangan bo'ladi. Demak, mana bu yig'indini qarashga haqqimiz bor. Bu yig'indi orqali Lebesgue integralini aniqlaymiz. Endi buni biz keyingi darslarda batafsil ko'rib chiqamiz. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiborlar uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.